Assalomu alaykum, hurmatli aziz bizni kuzatuvchilar. Kuzatib borayotgan ahli O'zbekiston, assalomu alaykum. Sizlarning ko'plab savollaringiz albatta menga kelib turibdi. Men bundan sizlardan juda ham minnatdorman. Mana shunday savollarni berib turganlaringiz bizga ko'p tomondan yo'nalish berib turadi. Sizlarning kasalliklari qaysi jihatlari qiziqtirayotgan, qanaqa kasalliklar qaysi jihatlardan sizlarga muammolar paydo bo'layotganini men bilib turaman va shunga iloji boricha oddiy, mumkin qadar tibbiy, oddiy so'zlar bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Endi bugungi videomni qilishdan maqsad o'zi ilgaridan ancha yillardan beri kelib turgan, demak, savollar bor edi. Lekin oxirgi vaqtda ko'payib qoldi. Ayniqsa shu onaxonlardan, ayol kishilardan kelayotgan savolga men bu qisqa, oddiy, tushunarli holda video qilishni ahd qildim. Ya'ni savol bundoq, bir gapga keltirsak. Domla, nima uchun ayollarda nisbatan bir necha barobar artritlar, shu jumladan reumatoid artrit ko'p uchraydi degan savol. Demak, nima uchun nisbatan ayollarda artritlar, shu jumladan o'sha ko'proq bo'g'imlarda og'ir zararlaydigan reumatoid artritlar bir necha barobar ko'p uchraydi. Shuni tushuntirib bersangiz degan savol menga oxirgi vaqtlarda ko'proq demak kelyapti. Xo'sh, bunga sabablar nima? Bu sabablar ilgaridan ma'lum, ko'p yillardan beri ma'lum bu sabablar. Bu taxminan o'sha 40-50-yillarga borib taqaladi. Bu muammoda yechim topilganligi. Keyingi 10 yilliklarda ham bu yana ham aniqlandi. Ya'ni yalllanish chaqiruvchi oqsillar, aktiv oqsillar bilan unga qarshi bo'lgan oqsillar 120 ta edi, hozir 200 taga yaqin aniqlandi. Shundan 20 taga oshiqrog'i aniq tekshirilgan. Provospolitilni yallanish chaqiruvchi va yallanishni qarshi ishlaydigan o'sha yallanish o'chog'ida paydo bo'ladigan yallanish oqsillari. Bizlar buni interleykinlar deymiz. 20 dan oshig'i to'liq o'rganilgan. Hozirgi kunda 200 ga yaqini ma'lum. Demak, nima uchun shunday? Ayollarga nisbatan artritlar, shu jumladan reumatoid artrit ko'p uchraydi. Sabab nima? Asosiy sabab, hozir biz bu yerda bu savolga javob berayotganda, demak, tizimli kasalliklar, qandli diabet yoki boshqa kasalliklar, buyrak, jigar yetishmovchiligi olib kelgan kasalliklar haqida gapirmayapmiz. Faqat nisbatan reumatoid artritda ayollarning ko'p uchrashi bu kasalliklar haqida gapiryapmiz. Bu tizimli qandli diabet, buyrak, jigar kasalliklar bog'lamagan holda. Shuni tushunish kerak. Demak, nima uchun ayollarda ko'proq uchraydi reumatoid artrit? Bir necha barobar. Buni masalani yechishdan oldin biz qisqa statistikaga murojaat qilamiz. Jahon Sog'liqni saqlash qo'mitasi bergan statistik ma'lumotlarga. Qanday holatda bu? Va endika mamlakatlari revmatologlar assotsiatsiyasi bergan statistika. Ikkalasi deyarli bir xil. Undan katta o'zgarish yo'q. Demak, qanday ko'rinadi? 40 yoshgacha bo'lganda reumatoid artrit uchrashi, biz kattalar haqida gapiryapmiz. 1 ga 2, xuddi bolalardagidek 1 ga 2, ya'ni ikkita ayolga bitta erkak jinsiy odam to'g'ri keladi. Reumatoid artrit bilan kasallanish darajasi. 45 yoshdan 55 yoshgacha, aynan 45 yoshdan 55 yoshgacha oralikni ko'rsak, 45 yoshdan 55 yoshgacha oralikda 1dan 5 barobar, ya'ni bitta erkakka 5 ta ayol to'g'ri keladi. Ayrim mamlakatlarda, misol uchun mana Qirg'iziston statistikasiga qarasak, O'zbekistonda aniq statistik ma'lumotlar unchalik yo'q, lekin mana Qirg'iziston, Rossiyaning o'sha shimol qismidagi statistik ma'lumotlarga qarasak, demak 1 ga 8, demak 1 ga 10 darajaga keladi nisbati. Bitta erkakka 8 ta ayol. 45 yoshdan 55 yoshgacha. Endi keyingi statistik ma'lumotlar qanday?
Endigi mamlakatlar bo'yicha ko'proq qarayapmiz bizga yaqin bo'lgani uchun. Demak, 60 yoshdan keyin stabillashadi. 1 ga 3, 1 ga 2 bo'lib qoladi nisbat. Nima uchun shunday? Nima uchun 60 yoshdan keyin, ayniqsa 65 yoshdan keyin erkak ayollarda reumatoid artrit bilan kasallanish nisbati 1 ga 2, 1 ga 3 bo'lib qoladi. Sabab aniqlangan va bu sir, tibbiy sir yechilgan. Keyingi 10 yillikda o'sha yallilar chaqiruvchi oqsillar to'liq o'rganilgandan keyin bu masalaga nuqta qo'yilgan, to'liq tekshirilgan. Ya'ni bunga sabab klimakterik sindrom. Ayollarda 45 yoshdan keyin, demak 50 yosh atrofida, erta bo'lsa 40-45 yoshdan, kech bo'lsa 55 yoshdan keyin, 54 yoshdan keyin Jahon Sog'liqni saqlash qo'mitasining ma'lumotlariga aniqlanishiga qaratilgan klimaksning, ya'ni klimakterik sindromning estrogen ayol gormonlarining kamayib borishi, defitsit deyiladi tibbiy tilda, kamayib borishi va ayollarda menopauza, demak o'sha hayz ko'rish to'xtashi oqibatida, defitsit estrogenlarning yetishmovchiligi oqibatida, menopauza oqibatida mana shunday ta'sirda ayollarda tabiiy endogen estrogen bilan himoyada bo'lgan holat yo'qoladi. Estrogenlar qanday rol o'ynaydi ayollarda? Ayol gormoni, estrogenlar, estradiol, estrogenlar. Endogen gormon, ayol gormoni ishlab chiqariladigan. Shu bilan ayollar demak hayz ko'radi va demak o'sha estrogen gormonlar holatda ayollik belgilari rivojlanadi. Demak, qanday rol o'ynaydi? Estrogen gormonlar yallig'lanishga qarshi bo'lgan oqsillar bor. Interleykinlar bor, yallig'lanish olib keladigan. Masalan, interleykin 1, 6, 17, 23 bunga qarshi bo'lganlar bor. Interleykin 7, qisman 8, 9, 10, 15, 14, 24, 25. Mana bular yallig'lanishga qarshi bo'lgan, demak, oqsil, faol oqsil interleykinlar. Yallig'lanish chaqiruvchi interleykin 1, 6, 17, 23 ga nisbatan bular qarama-qarshi ishlaydi. Ikkovini moyilligi oqibatida odamlar yiqilganda, yallig'lanishlar paydo bo'lganda tuzalishga olib keladi. Agar ikkalasi moyilligi bo'lmay, yallig'lanishga chaqiruvchi oqsillar faoliyati ustun chiqsa, demak, mahalliy auto yallig'lanish yuz beradi. Xuddi shunday artritlar boshlanishi mumkin. Bu ko'pchilik faktorlarga, sabablarga bog'liq holat bo'lsa-da, demak, ayollardagi estrogen, estradiol ayol gormoni o'sha yallig'lanishga qarshi bo'lgan interleykinlarni ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. To'liq ta'minlab boradi ko'p hollarda. Shuning uchun ayollarda, demak, hali klimakterik sindrom rivojlanmagan ayollarda artritlarning, shu jumladan reumatoid artrit rivojlanishi nisbatan 1 ga 2, 1 ga 3 saqlanib turadi. Klimakterik sindrom boshlangandan keyin defitsit estrogen gormoni yetishmovchiligi oqibatida ayollarda, demak, reumatoid artrit bilan va boshqa artritlar, shu jumladan reumatoid artrit bilan kasallanish darajasi 1 ga 8, 1 ga 10 gacha oshib borishi mumkin. 45 yoshdan 55 yoshgacha. Azizlar, buni hamma bilish kerak. Shuning uchun nima qilish kerak? Savol tug'iladi. Xo'p, bu tabiiy holat. Menopauza, ya'ni klimakterik sindrom hamma ayollarda bo'ladigan holat. Albatta buni erta boshlanganligi, kech boshlanganligi, revmatik kasallar kelib chiqishiga ko'proq sababchi bo'lsa-da, bu tabiiy holat. Xo'sh, nima qilish kerak? O'z vaqtida hali o'sha predklimakterik sindrom, ya'ni klimaks oldi holati yuz berayotganda ayollar shifokori, ginekolog endokrinologlarga murojaat qilib, bu gormonni kompensatsiya qiladigan dorilar olib borish kerak. Ular har xil, demak, o't o'lanlardan olingan tabiiy va sintetik, demak, estrogen, estradiollarda ayol gormonlari o'rnini bosuvchi dorilar ko'p ishlatiladi. Bu salkam 100 yildan beri ishlatiladi. Demak,
ayollar shifokori, ginekologga yoki ginekolog endokrinologga ayollarimiz murojaat qilganda bu dorilarni dozasini tanlab berish kerak. O'sha ayolning holati, og'irligi, fon, boshqa kasalliklari borligi, tizimli kasalliklar bor yo'qligi hammasi hisobga olib, buyrak, jigar tizimining va endokrin tizimining holatiga hisobga olib, o'sha ayol gormonlarini ichishni, dozalarini tanlab berish kerak. Ginekolog, ayollar shifokori va ayollar shifokori endokrinologi yoki endokrinolog, ginekolog endokrinolog ham bor, shunaqa mutaxassislar tanlab berish kerak. Shunda azizlar to'g'ri qilingan bo'ladi. Bo'lmasa noto'g'ri ketishi mumkin ishlar. Demak, nimaga olib kelishi mumkin? Agar ayol kishi o'sha yetishmayotgan estrogen, estradiollarni qabul qilmasa, klimaks boshlanganda, demak, artritlar rivojlanish ehtimoli oshadi. Bundan tashqari boshqa kasalliklar ham demak, rivojlanish ehtimoli oshadi. Chunki yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar ko'pchilik kasalliklarda rol o'ynaydi. Shu jumladan o'sha ateroskleroz, yurak ishemik kasalligi, yog' pufakchalarining paydo bo'lishi, ateroskleroz bilyachkalar paydo bo'lishi ham ateroskleroz ham mahalliy yallig'lanish. Bunda ham estrogen yetishmovchiligi roli katta. Hali bu masalaga alohida video qilamiz, lekin oldindan aytib qo'yamiz. Demak, osteoporoz, ya'ni o'sha sistemli osteoporoz deymiz. Agar o'sha ko'pchilik suyaklarda 10% dan ziyod kalsiy yetishmovchiligi va kalsiy demak yo'qotish yuz bersa, o'sha osteoporoz, diffuz osteoporoz yuz beradi. Ya'ni kalsiy yo'qotish. Bu ham aynan klimaks vaqtida estrogen defitsitida ayol gormonlari yetishmovchiligi oqibatida tezlashadi. Shuning uchun azizlarim, revmatoid artritning ayollarda, ayniqsa 45 yoshdan 55 yoshga bo'lgan ayollarda ko'p uchrashi, nisbatan 1/5 kamida, bo'lmasa 1/8 gacha endiki mamlakatlarning statistikasiga murojaat qilganda ko'payishi erkaklarga nisbatan aynan ayollarning endogin tabiiy himoyasi bo'lgan, ayol organizm tabiiy himoyasi bo'lgan ayol gormoni estrogenlarning yetishmovchiligi oqibatida yuz beradi. Buni biz juda ko'p yillardan aytib kelamiz, lekin afsuski ayollarimiz o'sha 5 yillab, 10 yillab klimaksdan boshlangandan keyin 5 yil, 10 yillab bu dorilarni tizimli, doimiy qabul qilishdan bosh tortishadi. Natijada o'sha ayollar kam uchraydigan nisbatan boshqa kasalliklar ham bor, ko'payib ketadi. Ayollarning tabiiy himoyasi yo'qolganligi sababli shunday bo'ladi. Demak, anchayin bu masalaga biz qaytdik, gapiryapmiz. Endi yana savol tug'iladi. Tabiiy savol. Domla, agar o'sha klimaks, ya'ni ayol gormonlar yetishmovchiligi oqibatida paydo bo'lgan klimakterik sindromda ayollarimiz o'sha ayol gormonini ichib borsa, tabletlarning formasi bor, tablet ichib borsa, o'sha ginekolog endokrinolog tavsiyalari bilan to'g'ri ichib borsa, masala qanday? Ana, bu to'g'ri savol. Demak, masala qanday yuz beradi? Qanday statistik ma'lumotlar bor? Doimiy ichib borgan ayollar 45 yoshdan klimaks boshlanganda. Bu ma'lumotlar o'rganilgan ko'p ilmiy ishlarda. Shu jumladan endika mamlakatlarda, O'zbekistonda ham o'rganilgan. O'sha ginekologiya markazi institutida shunday dissertatsiyalar bo'lgan, men bir nechtasida ishtirok etganman. Bor shunday ish. Qanday statistik ma'lumot? Agar ayol kishi 45 yoshdan keyin muqobil 5 yil, 10 yil ayol gormonlarini iste'mol qilib borsa, ya'ni o'sha estradiol va boshqalarda, helmagdinon va boshqa ko'p bular turlar. Unda bu ayollarda revmatoid artritda aynan uchrashi, rivojlanishi 40% gacha, ayrim ma'lumotlarga qaraganda 50% gacha kamayadi. Demak, boshqa artritlardan rivojlanishi shunday kamayishi mumkin. Agar ayol kishi klimaks belgilari paydo bo'lgandan, o'sha estrogen defitsiti paydo bo'lgandan bu dorilarni iste'mol qilib borsa, ginekolog, ayollar shifokori va endokrinolog tavsiyalari bilan tizimli iste'mol qilib borsa, unda ularda artritlarning, shu jumladan revmatoid artrit rivojlanishi 40% ga, 50% ga kamayadi. Bundan tashqari boshqa bitta ilmiy ish ham bor. Bir necha yil oldin o'sha Toshkentda revmatologiya konferensiyasida ilmiy ish qilingan.
ginekolog bilan birgalikda ikkita fanni o'rtasida, revmatologiya ginekologiya o'rtasida. Demak, revmatoid artriti bor ayollar agar estrogen gormonini kliniksda ichib borsa qanday bo'ladi? Demak, revmatoid artritning o'ta destruktiv deformatsiya olib keluvchi formalari kech rivojlanadi yoki rivojlanmaydi. Ana, men deyapman. Agar kliniks bo'lsa, rivojlansa, revmatoid bor bo'lgan ayolda ayol gormoni defitsitini to'ldirib borilsa, klimakterik sindromda, demak, og'ir formalar revmatoid artritning o'sha demak harakat cheklaydigan formalar, deformatsiyalar, nogironlik olib kelgan formalarni rivojlanishi kechiktiriladi yo to'xtaydi. Va dabrakatsinni yaxshi sifatli rivojlanish, sekin rivojlanishga olib keladi revmatoid artrit. Va tez, to'g'ri, o'z vaqtida remissiyaga uchrashga olib keladi. Agar revmatoid artrit bo'lgan ayol kliniksga uchraganda o'sha ayol gormon defitsitini to'ldirib borsa, demak, revmatoid artritning faolligi, o'ta yuqori faolligi cheklanadi va og'ir holatlarga, nogironlik holatlarga, bo'g'imlarning deformatsiyasiga olib kelmaydi. Ana azizlarim, savollarga men javob berdim deb o'ylayman. Agar ozginagina bo'lsa ham mening javoblarim sizlarga foyda keltirayotgan bo'lsa, men boshim osmonga yetadi. Bu to'g'risida menga yozinglar. Demak, hurmatli ayollar, agar sizlarda klimakterik sindrom oldi holati bo'lsa, sikl buzilishlari bo'lsa, hayz ko'rish buzilishlari, albatta 40 yoshdan keyin, 45 yoshdan keyin ginekologga, endokrinologga murojaat qilingizlar va estrogen gormonni qonda tekshirish qiyin emas. Hamma joyda bor bu. Estrogen gormonlari qonda tekshirib, sizga kerakli bo'lgan estrogen gormonini ichishga dozalarini tanlab beradi. Ginekolog yoki endokrinolog. Natijada sizda ko'pchilik kasalliklar oldi olinadi. Chunki ayol gormonlari ayollarning ko'pchilik kasalliklardan, yallig'lanishga bog'liq bo'lgan kasalliklardan, yallig'lanishga bog'liq bo'lgan, qondagi yallig'lanishga bog'liq bo'lgan kasalliklardan, shu jumladan revmatik kasalliklardan asraydi. Buning demak isbotlangan yo'li shu. Boshqa klinik isbotlangan yo'li yo'q. Mana shunday azizlarim, bir qancha savollarga javob berdik. Bitta savol tagida qanchalik ilmiy savollar bor. Lekin men sizlarga iloji boricha oddiy, tushunarli holda tushuntirib berishga harakat qilaman. Uzr, ozgina shamollaganman, shuning uchun ovozim bo'g'ig'roq chiqayotgan bo'lishi mumkin, lekin men sizlarga iloji boricha oddiy, tushunarli qilib tushuntirib berishga harakat qildim. Demak, ko'p qirrali ayol estrogen gormonining ayollar himoyasidagi roli ko'p qirrali bo'lib, buni ko'p jihatlari haqida uzoq gapirish mumkin. Ammo men sizlarga iloji boricha oddiy, sodda qilib tushuntirib berdim. Demak, bu gormon yetishmovchiligida revmatik kasalliklar uchrashi tezlashadi, ko'payadi. Buni iste'mol qilmasa og'ir formalar rivojlanadi. Iste'mol qilsa bu tez remissiyaga uchraydi. Yoki boshidan iste'mol qilsa, revmatik kasallik hali rivojlanmagan bo'lsa, bu kasallik rivojlanishiga nuqta qo'yilishi mumkin. Uzoq yillar bu ayolda nasliy moyillik bo'lsa, faktorlar bo'lsa-da revmatoid artrit rivojlanishini to'xtatib turishi ham mumkin. Agarda o'z vaqtida o'sha estrogen gormonlarida kliniks vaqti yetishmovchilik paydo bo'lganda menopauza vaqti qabul qilinsa. Shunda ko'p qirrali ta'siri bor. Savollarga javob bering deb o'ylayman. Chunki nima uchun ayollarga ko'p uchrashi asosiy sabab o'sha estrogen gormonlar yetishmovchiligi, endogenni defitsit estrogen gormoni deyiladi. Bu to'g'risida ko'p ilmiy ishlar qilingan. Har jihatlari ko'p qirrali, men o'ylayman 90% bu o'rganilgan va ko'p yillardan beri asrlar mobaynida kelayotgan savoldir bu. Bu savolga yechim deyarli to'liq topilgan. Rahmat savollaringiz uchun. Men savollarni kutib qolaman azizlar. Mana shunday ajoyib savollarga men iloji boricha baholi qudrat mumkin qadar oddiy so'zlar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Sizlar bo'lsa buni yaxshilab eshitib, iloji bo'lsa qayta eshitib, menga savollaringiz bo'lsa yo'llang, men javob beraman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Juda katta. Rahmat.